bo'ldi kelganimda. 9 yil bo'ldi. Bir marta bormaganman. Gap so'zi yo'q sizga aka. Tamoshli kontroldan necha daqiqada o'tdi aka? Bir dafsada. Bir voyaga yetmagan farzandlarni ham jo'natib beramiz O'zbekiston Liboy territoriyasiga. Faqat qarzlar qancha qarzingiz bor aka? 210 ming. Birinchi kresloga besplatniy akalar qalay? Undan minnatdorman, rahmat. Sizlar biznes zalga akam bilan videoni boshida chiqishadi. Ko'pchilik savoliga javob Zeleniy pasport uchib keta oladi. Pasportingda ichi tutab ketgan bo'lsa ham ish qilib o'tsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Xudo xolasa aeroport Vnukodamiz. Akam bilan birgalikda inshaalloh. Havo sal sovuq. Zo'r ma'lumotlarni yetkazib beraman. Akalar, opalar, videoni tashqaridan boshladim. Sababi men o'zim uchaman. Чтобы полный tamoshli kontrol bo'layotgan situatsiyalarni, чтобы pravila o'tishlarni kech qolmasdan, fasatga samolyotga yo'lakchasiga chiqib borish, hamma yo'llarni tushuntirib boramiz. Yo'l-yo'lakay akam bilan birgalikda video qilib nima deysiz? Va ko'pchilik qiynayotgan savol, yashil pasportimni uchib ketsam bo'ladimi? Va zatokona qarzim bor, Facebook taqiq qo'yib qo'yaptimi yoki qaytaryaptim degan savol uchun batafsil aka masalan yashil pasportga ketyapti, to'g'rimi? Yashil pasportga ketishyapti. Dokumentda kamchi bolam o'zim kutib olib, o'zim kuzatib boraman, xudo xolasa. Va voyaga yetmagan farzandlaring bo'lsa, bugun aynan voyaga yetmagan farzandlarni ham jo'natib boramiz. Hammasini ichkarida sizlar bilan gaplashamiz. Kommentariyani birinchisida do'stlar, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib, aviabilet yangiliklar, hamma taraflama har kungi aeroport yangiliklarini joylab boraman. Eng arzon aviabilet olmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qila olasiz. Kredit xizmatlari kerakmi? Qanaqa xizmat bo'lsa, xudo xolasa birgalikda akam bilan, xudo xolasa. Aka o'zi qayerdansiz? Surxondaryo. Surxondaryodan. Inshaalloh. Tandir yeymizmi yo'qmi? Tandir yeymizmi? Mana ketyapsiz-ki ishga. Gap yo'q, joynomam bo'lsin, bizga bitta like bosib qo'yinglar. Like besplatniy, akalar, men like bossin, bo'lganda men. Ha, like bosinglar bolalar. Gap yo'q. Bu bolaga gap yo'q вообще. Siz oilangiz ham jo'natadimi? Bir 7 oy oldin, 1 yil bo'lgan, 7 oy oldin, 7 oy oldin. 7 oy oldin oilalarni ham jo'natadim. Jukovskiy aeroportdan o'zlarini Vnukodan uchiryapman do'stlar. Sog' salomatlik. Vnuko Namangan, Vnuko Farg'ona va Toshkent O'zbekiston havo yo'llari 32 8 bagaj bilan 51 dan 52, 53, 54 gacha O'zbekiston havo yo'llari bu Namangan, Farg'ona. Passajirlarimiz bezi ochib, registratsiya qildirdim, video qilib qo'yapman shtobi. Xo'p, 57 dan 58, 59 gacha O'zbekiston havo yo'llari ertalab 10:50 uchadigan bu 32 8 bagajlisi mana chiroyli qilib passajirlarni chiroyli intervyular kutib boramiz. Zeleniy pasportlar deb aytgandek, Zeleniy pasportlarni ham hozir o'tkazdiryapman. Islom akam farzandlarni jo'natishyapti, voyaga yetmagan, xudo xolasa. Men doim reklama qilaman, shu voyaga yetmagan farzandlarni ham jo'natib beramiz O'zbekiston Liboy territoriyasiga. Faqat aeroportdan kelib kutib olsa bo'ldi. Men hozir farzandlarim menga topshirishyapti, xudo xolasa Farg'onada kutib olishadi. Aka, Gap yo'q, Saidjon, omad ishlarga. Har doim Siklovga topshiryapsiz chamadonlarni birma-bir, yengil, sinmasdan chiroyli bo'lib ketadi. Televizorga qanaqa ehtiyotlar avaylaydi. Xuddi shuni o'qib avaylaydi. Assalomu alaykum. Ha, mashtka mana. Azar aeroport Vnukoda to'g'rilasa mana akalarimizni kutib olib, Farg'onaga uchishyapti. Vnuko Farg'ona bo'yicha birinchi kresloga besplatniy. Akalar qalay? zo'r hamma zo'r ishonarli ekan, hamma bemalol hijolat bo'lmasa olaverasizlar akalar. Ammo birinchi qatordan qilib berdi, pul olmadilar ekan. O'zi yuribdi mana billa kuzatib. Nima xizmat bo'lsa bemalol olaverasizlar akalar, ishonarli ekan. Biletlar ham arzongina ekan, behijolat. Boringlar. Aka, biletni ofisga bora oldingizmi, onlayn oldingizmi? WhatsAppdan onlayn qilib oldim. WhatsAppdan onlayn olib, Telegramdan bilet sotmaymiz akalar. Biz Telegram kanallarimizda aviabiletlar chiqib turadi, lekin Telegramdan bilet sotmaymiz. Jonlar yomon bo'lsa, akalar rozi bo'linglar, video oldim, 10 million qadam ma'qulli bo'ladi. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat. Mana xudo xolasa, o'zimni ham qishlog'im, akam, ustozim hamma taraflama xudo xolasa biletlarni onlayn tarzda olishadi. Ustoz, biroz kutib. Yo'q, gap so'zi yo'q sizga aka. Biroz alyo, bo'ldi. 2 minut, 3 minutdan keyin telefon bo'ladi. Aka, tayyorlab tashlayapman biletni. Gap so'zi yo'q aka. Gap yo'q. Doim omadingiz bersin aka. Gap yo'q. Shunaqa xizmatlar kelsa, ekrandagi nomerga murojaat qilaverasizlar do'stlar. Bo'ldi, iloyim. Sizlar biznes zalga akam bilan videoni boshida chiqishadi akam, xudo xolasa, aka, hozir biznes zalni bir ko'ramiz, ham mazza qilib. Ko'ramiz. Aeroport Vnukoda birinchi marta uchishingiz sizni? Birinchi marta samolyotga ham uchishim, birinchi marta bu yerga kelishim. Birinchi marta kelishingiz, xudo xolasa gap yo'q. Biznes zalni ham mazza qilib ko'ramiz. Zeleniy pasportga ketishyapti akam inshaalloh. Tamoshli kontroldan necha daqiqada o'tdi aka? Bir dafsada. 1 daqiqa ham ketmadi, xudo xolasa akam Zeleniy pasportda. Men akam o'zim bilan birgalikda hozir bu yoqqa dars kirib ketamiz do'stlar. Sizlarga shtobi video qilib ketyapmiz. Общий hamma rangini o'tib kelishgacha bilmayman bir 5 daqiqa vaqtimiz ketdi, lekin bugungi holati 5 daqiqada o'tgan aka. Bugungi holati 5 daqiqada o'tdi. Atak har kuni ham bunaqa holatda bo'lmaydi, xudo xolasa. Keyin kelganda bugun.
Gap yo'q, shef kelgan. Mana akam bilan birgalikda xohlasa uchyapmiz. Juda ko'pchilik savoliga javob. Zeleniy pasport uchib keta olamanmi? Men Rossiya rosa kelib, uka zagranimni yo'qotib qo'ydim degan insonlar uchun mana hozir sizlarga faktik ma'lumot, chiroyli qilib registratsiyamizni o'tdik. Samolyotga chiqish yo'lakchasiga keldik. Akamiz Zolotoy Kalondan qarzlar qancha qarz bor ekan? 210 ming. 210 ming rubl qarzlar bor, lekin 9 yil do'stlar bo'ldi kelganimda. 9 yil bo'ldi. Bir marta bormaganman. Na granitsani boshqa. Birinchi marta uchishlari keldi, misol uchun odamlarga manfaatli bo'lsin. 250 ming qarzlar bor. Bitta akamni qarzlarini aytish emas, maqsad Zolotoy Kalonda ishlaring sudga oshib ketmagan bo'lsa, bemalol uchib borib kelsalaring bo'ladi. Agarda granitsa sizlarga taqiq qo'yib qo'ygan bo'lsa, Facebook taqiq qo'yib qo'ygan bo'lsa, 10 ming rubl ham uchib keta olmaysizlar. Lekin do'stlar, o'zancha boylar 500 ming bo'lib ketgan insonlar ham spokойно borib kelyapti. Lekin 10 ming rubl bo'lib turib, sudga oshib ketgan ekan, bo'lyapti. Guvohi bo'lyapman. Bu uchun nima qilish kerak degan insonlar uchun do'stlar, Zolotoy Kalonga iloji bo'lsa pul tashlab tursalaring ham maqsadga muvofiq bo'lardi, чтобы sudga oshib ketmasdi. Mana aka o'zi biroz fikringiz misol uchun odamlar men har doim informatsiya beraman, kimgadir informatsiyam yo'qadi, kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi. Mana birinchi marta ko'rishyapmiz aka, oldin telefonda gaplashganmiz, hozir birinchi marta gaplashyapmiz. Nima gap aka? Nima? Uka, men ham ishonib ishonmagandim. Mana shuncha yerdan beri yurdim. Mana shu bugun masalan uydan chiqqanim soat 3 bo'lsa, bitta vrachga meni olib kelib qo'ydi. Men to'g'risi avvalo Xudo, To'g'ri. Xudo. Men ishonmagandim. Ishonmagan. Mana o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu haqiqat, men yolg'on gapirmayman. Nima qilaman yolg'on gapirib? To'g'ri. Mana samolyotda oldim, mana odamlar hammasidan o'tib oxirida mana shu yerga kelib salgina bu Yurak bosh og'riqlarim qo'yib yubordi hozir. Mana o'sha samolyotga bir qadam. Bo'ldi. Avvalo Xudo hammasi, senga ishonchli, hammaga nima deyman? Biletini ham arzon joyi bor, yordamini ham joyi bor. Bir xillarni ko'rdim mana shu yerda. Endi men buni maqtamoqchi emasman hammasidan. Просто taktika, любой odam aka desa bu javob berib ana shuni ko'rsatib ketyapti. Mana shunday qulatliklari, mana bunday qilib yordam qilishlari, tog'alar bilan gaplashishlari menga hammasi cho'tki bo'ldi. Men bundan minnatdorman. Rahmat. Gap yo'q. Akalar, opalar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizda aviakassadan bilet olmagan bo'lsa ham ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Stop, men aviakassamdan bilet olmagansan, yordam bermayman degani joy yo'q. Qo'ldan kelguncha addushi sizlar uchun biz xizmatlaringizda sog'lik, salomatlik. Yana bitta narsa, pasportingga ichi tutab ketgan bo'lsa ham ish qilib o'tsa bo'ladi. Gap yo'q, joningiz omon bo'lsin. Do'stlar, biz kutsak, endi samolyotga ham bir chiroyli qilib video qilamiz. Samolyotga ham bitta Xudo xolasa. Hammasi chotkimi? Dokument bormi yo'qmi aka? Yo'q. Yo'q, yordam berdim, ha? Xudo xolasa, mana voyaga yetmagan Mubina xonimizni ham olib ketyapmiz o'zimiz. Xullas, hamma passajirlarimiz davolanayapti, hamma passajirlarimiz chiroyli bilan sog' salomatlikda O'zbekiston qaytyapti. Hammaga kattakon rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlab turganingiz. Xullas, Mubina xonim Внимание, коллеги, подготовить к переводу селектора. biz 1 yoshdan Перевод to селектора в положение 11 показывает. yoshgacha voyaga yetmagan farzandlaringni bez problema O'zbekiston havo yo'llari orqali jo'natib beramiz. Xudo xolasa. Qiynalmadingizmi bunaqa? Yo'q. Mazax ketyapsizmi? Birinchi klassda? Gap yo'q.